16 sotuv, yana 4 sotuv zahvati bilan mazami. Mana bu orqasi 4 sotuvli zahvatli joyi. Bu yoqni ko'rsataman hozir sizlarga. Mahallani oxiri kirish darvozamiz naryod. Voy, nimalar bo'lib ketyapti narxlarga. Men sizlarga yana bitta zo'r joy topib qo'ydim. Chimpostidan 7 kilometr ichkariga kirganda, oldi fasadini ko'ringlar. Kattaligini hozir bu yoqqa kirganda qarang, 16 sotuv общий yer maydoni. Ko'rasizlar, navesli qilingan, tayyor ishlab turgan biznes bu. Bu mebelchilik ishlaydi. Xohlasanglar shu yerda o'zingizlar mebelinglarni qilsanglar ham bo'ladi, skrat ham qilsanglar bo'ladi. Ko'rasizlar, bu yoq taraflar ofisli qilingan. Hovlisiga chiqdi, mana mevali daraxtlar juda to'lib yotibdi, bemalol. Har fasl mevalarni ham terib olsanglar bo'ladi. Bu yoqda svetdan muammo yo'q, gazdan muammo yo'q, kanalizatsiyalari bor, suvlardan muammo yo'q, Wi-Fi'lari, kameralargacha ham qo'yilgan. Bu yoqni o'zingizlar sotib olib foydalansanglar ham bo'ladi. Eng plyus tarafi, agar sizlar bu joyni sotib olsanglar, o'zlariga qaytib yana arendaga bersanglar ham bo'ladi. Bu joyimizning narxi $200,000. Hoziroq telefon qilib, sirazi bosaveradigan joyi. Investitsiya kiritmoqchi bo'lgan akalar $200,000 ga shot sotib olasiz. Bularni o'zlariga yana qaytib sizlardan arendaga olishadi. Har oy sizlarga passivniy dohod kelib turadi. Shu videoni sirrochli investitsiya qiladigan akalarga ham jo'natinglar. Nomerligini pastda qoldiramiz, bosinglar.